Bu yerda diniy motiv yo'q. Shunchaki latifa xolos. Bittasi do'zaxga tushib qolibdi-da. Bir yengilligi bor ekan, qaysi qozonda qaynashingni o'zing tanla deyishdi. Bunda borsa bittasi hali qozon qaynab yotganimiz shu ustiga og'ir tosh botirib, ustiga toshlar qo'yib qo'yilganmish. Bu yerda kimlar bor debdi. Ya debdi, bu yerda yahudiylar bor debdi. Nimaga buncha tosh bosib qo'ygansizlar boshqa? Debdi, bu yerga juda ehtiyot bo'lib qarash kerak deyishdi. Bittasi chiqsa bo'ldi debdi. Qolgan tortoq tushib ketadi debdi. Ikkinchisini borsa qozon qaynab yotibdi, yarim ochiq ekan. Bu yerda kimlar bor? Bu yerda ruslar debdi. Qochib ketmaydim, chiqib ketmaydim. Sanchiqni bir-biriga tashlab yotaveradi bular debdi. Uchinchisi borsa, uchinchi qozonning usti tamoman ochiq emish. Qozonda hali chuqurligi uncha baland emasmish. Bu yerda kimlar borsa, bu yerda o'zbeklar debdi. Debdi. Qochib chiqib ketmaydimi bir sakrab? Debdi. Bemalol debdi. Nazoratchimi bu yerda? Nimaga desa, bittasi chiqaman desa, 10tasi oyog'idan tortardi. Ana shunaqa achchiq latifalar bor biz haqida.